Men Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Qariqo'yli mahallasi, Qariqo'yli ko'chasi 51-uyda yashayman. Familiyam Yo'lchiyeva Alima. Bu uyda katta qizim, mana shu qizim, nevaram to'rtalamiz yashaymiz. Uyda erkak kishi yo'q. Mana shu qizim may oyidan beri yotibdi. Singlim 2025-yil may oyidan beri yotib qolgan to'shakka. Yura olmaydi. Uni biz tekshirtirishga olib bordik. Tekshirtirishga olib borsak, Toshkent travmatologiya va ortopediya institutida bizga shunday xulosalar berdi. Uni o'ng chap son chanog'i singan, ya'ni golovkasi sinib ketgan, suyak yemirilishi natijasida ikkita oyog'ida ham suyak yemirilishining oxirgi stepini, oxirgi ko'rinishi, belida grijasi bor, umurtqa pog'onasi ikkita joydan singan. Bizga shu xulosalarni, mana rentgen xulosalarini ham bergan doktor. Mana shu oyog'ini operatsiyasi uchungina juda katta mablag' so'ragan, chunki endi protez qo'yilish kerak ekan. O'sha golovkasining o'rniga endi protez qo'yilish kerak ekan. Doktorlar bizga bitta oyog'i uchun 50 milliondan oshiq pul ketishini aytyapti. Ikkinchi oyog'ini ham qildirish kerak. Umurtqasini ham ikkita joydan singan, ularni ham operatsiya qildirish kerak. Sizlardan iltimos, saxiy insonlar, ehson qiluvchilar, mehribonlar, mana shu singlim uchun, qizi uchun yordam berishinglarni so'raymiz. Hurmatli mahalladoshlar, qarindosh urug'lar, menga yordamlaring kerak. Mana shu qizim may oyidan beri yotibdi. Bormagan joyim qolmadi. Hammadan so'radim, lekin hech kim yordam bermadi. Buning bir oyog'i emas, ikki oyog'i ham operatsiya bo'lishi kerak. Bir oyog'ining o'ziga kattaroq pul so'rayapti, uni menda yo'q. Allohning yo'lida ehson qiladiganlar ko'p. Mayli, menga yordam beringlar. Men onaman. Mana shu qizimning qiynalganini ko'rib ezilib ketyapman. Sizlarga menga bersalaring, sizlarga Xudo bersin. Topganlaringga baraka bersin, Xudoyim. Bola chaqalarning rohatini ko'ringlar. Saxiy odamlar ko'p. Menga yordam bersin so'rayman.